Assalomu alaykum Xurshida audio kanalining aziz obunachilari, assalomu alaykum san'atga oshno qalblar. Ijodkor bilan uchrashuv loyihasining navbatdagi soni xonadoningizning g'oyibona mehmoni. Bugungi dasturimiz o'zingizga ma'lum bo'lgandek ajoyib mehmon bilan albatta fayzli bo'ladi. Demak, menga yaqindan yordam berayotgan Xurshida audio kanalining asoschisi hamda musiqa operatorimiz Xurshida xonim Jo'rayevaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mikrofon oldida boshlovchingiz Gulzoda Saydullayeva. Bugungi mehmonimiz ajoyib xonanda, ajoyib shoir, Sunnat Yarash. Aslida Sunnat Yarashev, lekin taxalluslarini Sunnat Yarash deb qo'yganlar. Juda ham xursandmiz. Sunnat aka, assalomu alaykum. Sizning dasturimizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz. Mana va nihoyat mehmonimiz, kutilgan mehmonimizning tashriflaridan. Sunnat aka, sizga ilk savol bilan murojaat qilaman. San'atga qiziqishingiz qanday boshlangan? San'atga qiziqishim ancha yoshligimdan boshlangan. Shu endi yoshligimizda nima deydilar, tog'ara, satullarni chalib, shu 15-16 yoshimdan qiziqib ketganman o'zim. Juda ham yaxshi. Bu sohaga qiziqishingizni uydagilaringiz sezgandan keyin sizga qarshilik bildirishmaganmi, Sunnat aka? Endi qarshilik bo'lgan, lekin bizada prosta moddiy taraflama sal muammo bo'lgan. Shu uchun bu narsa orqaga qolib ketganda. O'zi san'at sohasida qandaydir maktab yoki kollej yoki oliygohlarda ham tahsil olganmisiz, Sunnat aka? Yo'q, o'sha kasb hunar deydiki, mana bu Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktabda 2021-2023 yilda o'qib chiqqanman. Juda yaxshi. Kompyuter dasturiy ta'minoti bo'yicha, lekin san'at sohasida o'qimaganman. Lekin iste'dodingiz bor va shu sohaga qiziqish hozir ham davom etmoqda, to'g'rimi? Ha, hozir ham har holda davom etib kelyapman. Yaqin kunlarda boshladim asosan o'zim uni. Chunki bunga mablag' talab qiladi-da, asosan mablag'ga taqaladi-da ko'proq. Albatta, hozirgi paytda sun'iy intellektlar chiqib ketgan va albatta bu loyiha sizni mashhur bo'lishingizda o'z hissasini qo'shadi degan umidimiz yo'q emas, Sunnat aka. To'g'ri, musiqasini asosan sun'iy intellektda qilaman. Hozircha 6 ta qo'shiq o'zim avtorskiy 6 ta qo'shig'im chiqdi. Undan 4 tasi o'zim she'rim, bittasi samarqandlik Ozoda Jo'raboyevaning she'ri, ikkinchisi vodiylik Ilhom Komilning she'ri. Juda ham yaxshi. Sunnat aka, haqiqatdan ham meni esimdan chiqdi, unutayozdim. Siz qalam tebratib turasiz, she'rlar yozasiz. Bu sohaga ham qiziqishingiz haqida gapiring. Nima sizni ilhomlantirgan she'r yozishga, nima undagan? Bu she'r yozishga adashmasam, men hayotdagi taassurotlar, endi kundalik tashvishlar, xuddi shunaqada endi. Qayerdan buni tushuntirib berish biroz qiyinroqda. Aziz obunachilar, eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz ajoyib xonanda va shoir Sunnat Yarash bo'ladilar. Ular bir necha qo'shiqlar muallifi va albatta bir necha she'rlari bilan o'zimizning o'sha Xurshida audio kanalidagi Xurshida xonim Jo'rayevaning xazinalaridan ham joy olgan o'sha she'rlarini o'qiganlar. Xurshida xonim Jo'rayeva bir taronadan so'ng muxlislarimizga imkon beramiz. Albatta ular ham Sunnat akaga o'z savollarini berishlari mumkin. Xoh hayotiy, xoh ijodiy bo'lsin. Albatta 20 ball beriladi faol ishtirokchilarimizga, azizlar. Bugungi loyihamiz ham imkoniyatlarga boy loyiha.
sonam kundan kunga obod yashonam muhabbatdan bunyod ostonam al yorim sen yangrab taronam al yorim sen yangrab taronam tuproqlaring ko'zga to'tiyor toshrabotim toshlaring tillo tuproqlaring ko'zga to'tiyor toshrabotim toshlaring tillo ko'chalaring so'lim top-toza mehmonga lang ochiq darvoza ko'chalaring so'lim top-toza mehmonga lang ochiq darvoza shaharlar ham olgay andoza shaharlarda olgay andoza ta'riflaring bo'lmaydi ado toshrabotim toshlaring tillo ta'riflaring bo'lmaydi ado toshrabotim toshlaring tillo xirmon paxta donlaring tongda yopgan shirmoy nonlaring xirmon paxta donlaring tongda yopgan shirmoy nonlaring bir tomchi var qiz juvonlaring bir tomchi var qiz juvonlaring baxtim tilab qilgayman duo toshrabotim toshlaring tillo baxtim tilab qilgayman duo toshrabotim toshlaring tillo o'zbek tojik do'stim o'rtog'im yuzi issiq mehri qaynog'im o'zbek tojik do'stim o'rtog'im yuzi issiq mehri qaynog'im o'rta qo'rg'on mening qishlog'im o'rta qo'rg'on mening qishlog'im namoyimda eng go'zal maboq toshrabotim toshlaring tillo navoiyimda eng go'zal maboq toshrabotim toshlaring tillo husnimga ko'z tegmasin aslo Judayam ajoyib taroqdan. Ijodingizga omad tilaymiz. Sunnataka ovozingizga ko'z tegmasin. Dasturimiz mana shunday xush kayfiyatda davom etadi. Aziz obunachilar, marhamat, ijodkorimizga savollaringiz bo'lsa birma-bir berishingiz mumkin. Har bir ishtirokchiga 20 balldan beriladi. Eslatib o'taman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mastura xolajon. Xush kelibsiz. Alaykum assalom. Shodlik bo'ling. Marhamat. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qadr bora. Rahmat. Savol bizlarga to'rtta savol beraman. Siz uchun hayotda eng muhimi nima? Xudoyim bergan omad muhimmi?
kimlarnidir qo'llab-quvvatlash muhimmi? Muxlislarni olqishlari muhimmi yo iste'dodli bo'lishda o'zi kifoya qiladimi? Ajoyib savol. Endi men tushunishimcha hammasining o'z o'rni borda. Omad ham kelmasa, ming talantingiz bo'lgan bilan ham omad kelmasa foydasi yo'q. Omadli bo'lib ham talantingiz bo'lmasa, uni ham foydasi yo'q. Men tushunishimcha hammasidan bularni sanaverganlaringizda hammasini o'z o'rni bor deb o'ylayman. To'g'ri javob. Rahmat. Javoblariz uchun. Hammasi ham kerak ijodda. Rahmat. Assalomu alaykum, Sunnatbek. Assalomu alaykum. Sunnatbek, yaxshimisiz? Hormang, kelibsiz. Rahmat. O'z sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Mana shu dasturingizni tinglab turibman. Bitta savolim bor-da, agar mumkin bo'lsa. Aha, mayli. Jizzax viloyatidan Malik akangizman, bir sizni eshitib qoldim. Oilaviy nimangiz san'atkor oilasidamisiz yo o'zingiz bir nima o'zingiz masdan kelib san'atga kirib kelgansizmi? Nimaga? Shuni qiziqmoqchi edim. Keyin mana shu estradni yo'nalishdami, qanaqa yo'nalishda ijod qilasiz? Ham she'r yozasiz ekan, ham qo'shiq kuylaysiz ekan, men qoyil qoldim. O'shani bilmoqchi edimda, agar mumkin bo'lsa. Savol uchun rahmat. Oilamizda san'atkorlar yo'q. Men o'zi yoshligimdan qiziqib kelganligim sababli bironta masalan aka-ukam yoki amak-bacham unaqa san'atkor oilasi emasman. Yo'nalish qo'shiq aytish bo'lsa faqat estrada. She'r ham yozib turasiz ekan, endi ilhom qay vaqt kelib qoladi sizga? Xursandchilik paytidami, qandaydir bir kimgadir keladi-ku ilhom parilari. She'r yozish vaziyat talab qiladi-da. Masalan, deylikki, shunaki hayotdan qaysi taraflama masalan qisilsangiz, deylik, sog'ligingiz taraflama qisilsangiz, hech qachon masalan sevgi haqida she'r yoza olmaysiz. Yaxshi hayotingiz bo'lib turib, real ayriliq haqida she'r yozish murakkabroq. Endi har qaysi o'z o'rnida, ya'ni o'zi keladi bu narsani-da. Uni vaqt yoki qachondir deb tanlab bo'lmaydi. Yaxshi, rahmat. Ijodingizga barkamollik. Hamisha mana shunday el arzog'ida yuring. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi, rahmat. Ustozlaringiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz, keyin oilangizda farzandlaringiz siz yo'lingizdan ketyaptimi? Ularga qarshilik qilmaysizmi yoki bemalol Allohga qo'yib berasiz? Asosan mana bu ustozim deya olmayman, to'g'risi. Men chunki san'at sohasiga o'qimaganman. Shuning uchun to'g'rirog'i ustozim menimcha, men hozircha o'zim uchun hayot ustozlik qilyapti xolos. Ikkinchi savolingiz, farzandlarimdan qiziqishga, lekin erta bir kun balkim san'atga qiziqib ketsa, o'zim qo'llab-quvvatlayman. Yaxshi, rahmat. Masalan, hozir she'rlaringiz o'zingiz muallifligingizda she'rlarni qo'shiq qilib aytyapsiz ekanda. Shu qo'shiqlaringizdan bir ko'platgan bo'lsa ham jonli ijroda tinglasak bo'ladimi? Rahmat, Shahnoz o'qigan rukingiz uchun. Rahmat. Davomida eshitamiz, Sunnat aka. Erta bahor barvaqt turasan, tog'i cho'lda bog'da bo'lasan.
erta bahor barvaqt urasan, tog'u cho'lda bog'da bo'lasan. Qishin yozin shunday turasan, lolalarga o'xshaysan go'zal. Bahor kelsa kutib turmaydi, har tanada qushlar sayraydi. Bahor kelsa kutib turmaydi, har tanada qushlar sayraydi. Atrofimiz tezda o'raydi, daraxtlarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, lolalarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, daraxtlarga o'xshaysan go'zal. Rahmat, ajoyib ijro. Haqiqatan she'r juda chiroyli. Bu she'rni nimadan ilhomlanib yozdingiz, Sunnat aka? Sir bo'lmasa agar. Bilmadim, 23 yil bo'lgan bu she'r yozilgani ya. Shu paytgacha bir 23 yil bo'lgan bo'lsa 23 ta daftarga ko'chgandir bu she'rlarim. Judayam yaxshi, juda chiroyli yozilgan. Haqiqatdan ajoyib. Beg'ubor qalbingizdagi nozik tuyg'ularni mana shu she'rga muhrlagansiz. Ilohim ijodingizga ko'z tegmasin. Dasturimiz davom etadi. Aziz obunachilar, savollaringiz bo'lsa, marhamat, Sunnat yarashga berishingiz mumkin. Savollar bo'lmasa, men o'zim savol beraman, Sunnat aka. Hozir aytdingiz, hayotdagi ustozim yo'q dedingiz, lekin siz o'zingizga g'oyibona ustoz deb kimni bilasiz? Kimni qo'shiqlarini eshitib ilhomlanib mana shunday darajaga yetdingiz? Men asosan Xurshid Rasulovning qo'shiqlarini ko'p eshitaman, ya'ni Xurshid Rasulovning barcha qo'shiqlari bor. Pashta 400 ga yaqin qo'shiqlari bor kompyuterimda. Bu qo'shiqlarini eshitaman, ham Xurshid Rasulovni juda bir mahoratli kuylashda shunday qo'shiq o'ynatib aytishlar. Men ko'p o'sha Xurshid Rasulovdan qo'shirmalar, masalan, nolalar, ovoz pardalari qayerda baland, qayerda past, masalan. Mana shular asosan Xurshid Rasulovdan to'g'rirog'i, endi aynan shu yo'nalishda kuylamayman, lekin asosan o'sha kishidan o'rganaman. Juda ham yaxshi. Mana shu inson bilan o'zi hayotda ko'rishganmisiz, Sunnat aka? Yo'q, bu orzuyim hech bo'lmasa bir telefonda gaplashish bo'lsa ham mayli edi. Inshaalloh, albatta bu orzularingizga erishasiz va mana shu ustozingiz bilan ko'rishib, ustoz deb tan olib, shu insonni yo'llaridan ketib, mashhurlik darajasiga ham erishasiz degan umidimiz bor, Sunnat aka. Xurshid Rasulovni suymagan yor bilan yashamoq qiyin degan qo'shiqlari bor. Eshitsangiz kerak. Ana shu qo'shiqdan ta'sirlanib, ya'ni xuddi o'sha yo'nalishda she'rini o'zim yozib, ya'ni suymagan qiz bilan yashamoq qiyin deb o'sha musiqasini tayyorlab, hozir shuni yodlayapman. Yaqin kunlarda shu kirasoylarga bu ham qo'shiq chiqsa kerak degan planim bor. Inshaalloh. Aziz obunachilar, sizlarga bir narsani e'lon qilib o'tmoqchiman. Sunnat Yarash bilan biz birgalikda duet tarona ijro etmoqchimiz. Tez kunlarda buni premyerasini Xurshida audio kanalida birinchi bo'lib qo'yamiz, Sunnat aka. Shuni duet qilamiz dedik, endi xudo xolisa o'xshab qolsa. Albatta o'xshaydi. Biz bunga
bor kuchimiz, mahoratimiz bilan harakat qilamiz va chiroyli taronani sizlarga armag'on etamiz. Faqat nomi sir. Xurshida opa, yana bir tarona eshitamizmi? Agar iloji bo'lsa, mana shu taronadan keyin yana muxlislarimizga navbat bergan bo'lardik. Bo'ladi. Rahmat. Erta bahor barvaqt turasan, tog'u cho'lda bog'da bo'lasan. Erta bahor barvaqt turasan, tog'u cho'lda bog'da bo'lasan. Kecha kunduz shunday turasan, lolalarga o'xshaysan go'zal. Bahor kelsa kutib turmaydi, har tanada qushlar sayraydi. Bahor kelsa kutib turmaydi, har tanada qushlar sayraydi. Atrofimiz tezda o'raydi, daraxtlarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, lolalarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, daraxtlarga o'xshaysan go'zal. Quyoshni men kunda ko'raman, oy momoni tunda ko'raman. Quyoshni men kunda ko'raman, oy momoni tunda ko'raman. Yulduzlarga boqib qolaman, osmonlarga o'xshaysan go'zal. Xayolimda parvoz etarding, shoxdan shoxga uchib qo'narding. Xayolimda parvoz etarding, shoxdan shoxga uchib qo'narding. Bir zum kelib tezda ketarding, qaldirg'ochga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, yulduzlarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, qaldirg'ochga o'xshaysan go'zal.
yozin shunday turasan, bezaganda xushro'y bo'lasan. Qishin yozin shunday turasan, bezaganda xushro'y bo'lasan. Yangi yilman yana kelasan, archalarga o'xshaysan go'zal. Sunnat bulbul qo'shig'in tinglar, qayta qayta ichingda so'zlar. Oshiq bulbul qo'shig'in tinglar, qayta qayta ichingda so'zlar. Hech bo'lmasa bir marta o'yla, atir gulga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, archalarga o'xshaysan go'zal. Go'zal, go'zal, atir gulga o'xshaysan go'zal. Judayam ajoyib tarona, musiqasi ham o'ziga xos. Bu qo'shig'ingizni kim bastalagan, kim aranjirovka qilgan? Judayam chiroyli musiqasi, qo'shig'i ham, ayniqsa she'ri. To'g'riroq aytganda, buni bastakori ham, aranjirovkachi ham Sunay. Aziz obunachilar, kimda qanday savollar bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Sizlarga imkoniyat sifatida 20 ball taqdim etiladi. Eslatib o'taman yana bir bor. Dasturimiz mehmoni xonanda va shoir Zulmat Yarash. Assalomu alaykum, Hamidich. Assalomu alaykum. Menda ikkita savol. Birinchi, rus tilida tushunasiz? Tushunaman, gapira olmayman. Mayli, rus tilida tarjima Ha, tushundim. Endi rus tilida tushunmaysiz. Mana ikkinchi savol. Endi o'zbekcha sizlar she'r yozasiz, qo'shiq ham yaratasiz. Boya shu ijro qilgansiz qo'shiqda shunday she'r o'xshagan bormi? Agar eng sevimli she'ringiz qanaqa sizga? Qisqasi demoqchi edim, eng yaxshi ko'rgan she'ringiz qanaqa? Nima haqida? Ha, qaysi she'rni yaxshi ko'rasiz demoqchisiz, shundaymi? Qaysi yoqin she'r, eng birinchi she'r yozgan she'ringiz? Zulmat aka, mana shunaqa demoqchilarki, siz o'zingiz yozgan she'rlarni qaysi biri eng yoqqani sizga, eng yaxshi ko'rgan she'ringiz, o'zingiz yozgan she'rlar? Murakkab savol bo'ldi. O'zi Zulmat aka, nega yozgan she'rlaringizni eslay olmaysiz? Yo'q, eslayman. Bularni qaysi birini tanlab olishga hayronman. Asosan to'g'risi mana shu hozir qo'yib eshittirdilar mana shu go'zal she'rini. Birinchi yozgan she'rim ham mana shu she'r bo'lgan. Shu uchun mana yaqinda boshlaganim uchun men aytdimki, o'zimga o'zim birinchi yozgan she'rimni birinchi qo'shiq qilaman deb. Mana shu she'rim
birinchi marta o'sha birinchi yozilgan she'rim, birinchi qo'shig'im ham mana shu qo'shiq bo'lgan. ilk E, she'ringiz, em, ilk qo'shiqingiz. Katta rahmat. Yana bitta kichkina iltimosim bor edi. Agar qarshi bo'lmasangiz, Hop. bitta sevgi haqida 4 qator 4 strochka degani kupletma bir she'r aytsangiz. Agar bilsangiz to'rtlik bemalol o'qib bersangiz bo'ladi. O'zingiz yoqtirgan biror bir to'rtlik. Atir gulni sekin olsa bo'ladi, yig'lamasdan ichga yutsa bo'ladi. Sevgan qizni yillab kutsa bo'ladi, suymagan qiz bilan yashamoq qiyin. Rahmat. O'qishlar tasanno. Tabriklayman. Rahmat kattakon. Yana kimda qanday savollar bor? Obunachilar, marhamat, faol bo'linglar. 20 balldan taqdim etiladi sizlarga va ijodkorga o'zingiz qiziqtirgan savolni bersangiz, dasturimiz yana ham fayzli va mazmunli o'tgan bo'lardi. Marhamat, kimda qanday savol bor, aziz obunachilarimiz? Savollar bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Unda men savol beraman, bo'lmasa Sunnat aka, duet tarona ijro etish orzuyingiz bo'lganmi biror bir mashhur san'atkor bilan? Mashhur san'atkor bilan mana shu asosan Anvar Sanayev, Xurshid Rasulovlar bilan duet ijro etish juda orzuda bu. Aynan ayol kishilar bilan ham duet ijro etish niyatda bo'lganmisiz Sunnat aka? Agar shunday imkoniyat berilganda, qaysi xonanda bilan duet aytgan bo'lardingiz? Endi hozirgi yoshlar bilan emas, Sayyora Hoziyeva, masalan Umida Mirhamidova bilan duet aytsa, zabonaviyroq qilib deb deyman. Judayam yaxshi. Yana savol bersam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Maqsura xola, bemalol savol berishingiz mumkin. Mana haligi samarqandlik shoira Ozoda Jo'rayevani she'rlarini qo'shiq qilib aytyapman deyapti. Ozoda Jo'rayeva ko'proq avval men bilishimcha Arlda ijod qilardi, g'azallar yozardi. Hozirgi paytda bolalarga atab she'rlar yozyapti. Shu g'azallardan qo'shiq qilganmisiz yo lirik she'rlardan qo'shiq qilayotganmisiz? Bu Ozoda Jo'raboyeva to'g'ri, haqiqatdan ham hozir bolalar shoiri yo'nalishida olib boryaptilar ijodlarini. Toshrabotim, toshlaring tillo degan qo'shiq qo'yib eshittirildi hozir birinchi. Chunki o'zimni mahallam uchun shunga buyurtma qilib yozilganman shu she'rda. Ana shu kishi mana shu Toshrabotim qo'shig'ini muallifi Ozoda Jo'raboyeva. Juda ham ajoyib. Ilohim omadingizni bersin har doim deyman. Aziz obunachilar, yana savollar bo'lsa marhamat ijodkorimizga berishingiz mumkin. Agar savollar bo'lsa, bugungi mehmonimiz Sunnat Yarash, xonanda va shoir, ajoyib inson, harakatchan, izlanuvchan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuni aytib o'tmoqchimanki, biror bir maktabda tahsil olmagan bo'lsalar ham mana shunday chiroyli ijod qilib kelmoqdalar. Chunki o'sha paytlarda ota-onalar bolalarini o'sha maxsus maktablarga berishda ozgina qo'rqqan bo'lishlari mumkin, aynan Sunnat akani ota-onalari, lekin keyinchalik mana 1 yillik, 2 yillik ta'lim olib, mana shunday san'atkor darajasiga ham erishdilar. Bunga albatta qoyil tasanno deyish shart, chunki mana shunday o'zlaridagi iste'dodni namoyon etib, butun o'sha Navoiydagi jamiyatdoshlariga o'rnak bo'lib kelmoqdalar. Sunnat aka, ko'rik tanlovlarda qatnashganmisiz? Qandaydir yutuqlarga erishganmisiz? Ko'rik tanlovga qatnashib boraman. 2020-yil estrada yo'nalishi bo'yicha Navoiyda estrada yo'nalishi bo'yicha 2-o'ringa olganman.
Hop, keyin yana 2 yil, adashmasam 24-yil bo'ldim, birga qatnashuvdik. Ha, albatta. Ha, unda men o'rin ololmadim. Lekin menimcha oldin kollej paytida ham menimcha ko'rik tanlovlariga qatnashgansiz. Sunnatga eslab ko'ring. Ha, u yerda ham qatnashganman ko'rik tanlovlarga. Men deyarli 2 yilda bir yo'q deganda 2 yilda bir marta qatnashaman. Ya'ni har yili imkoniyatim bo'lmay qolgan taqdirda ham 2 yilda bir marta qatnashib turaman. Ikkinchi o'rin, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni olib kelyapman hozircha. Sunnatga keling, biror bir mashhur san'atkorning qo'shiqlaridan bir parcha jonli ijro eshitsak-da sizdan, yana dasturimizni yaxshi kayfiyatda davom ettirsak, marhamat, bizga nima kuylab bermoqchisiz? Mashhur san'atkordan Masalan, Ilhom Farmonovni Laylo qo'shig'ini ijro etsangiz bo'ladi. Ha, men shuni aytib beraman ana. Siz aytdingiz endi. Eshitamiz, bajoni dil eshitamiz. Balki o'chgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdim-u, Laylo, Laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Dilnavozim, dilafgorim yoningga uchay, Laylo. Hislaringni yo'llaringga marjonday sochay, Laylo. Senga yog'du saqlaganim qalbimni ochay, Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga boray, Laylo. Jon Laylo. Ofarin. Ijodingizga omad, hech qachon ko'z tegmasin. Aziz obunachilar, savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin xonandamizga va albatta dasturda faolroq bo'ling, chunki bu ijodkor bilan uchrashuv loyihasi bu har oyda bir marta o'tkaziladi. Sizlarni zerikib qolishingizni istamaymiz, aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun biz dastur tayyorlaymiz. Xurshida opa, yana bir tarona eshitamizmi, agar iloji bo'lsa? Bo'ladi. imorat qurasiz har xil rang barang, ellikka kelmasdan bosib qolar chang. Jon qadrin bilasiz bo'lganida tang. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Sen shunday qilding-ku men ham qilaman. Kerak bo'lsa sendan ko'pim bilaman. Dabdabali kelin to'ylar qilaman. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Beshona terini qadr bilmaysiz. 5 kunlik dunyoda o'ynab kulmaysiz. Umr o'tgunchudir qaytib kelmaysiz. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Bularning barchasi qoladi bir kun. Xudo aql berib tunlar bo'lsa kun. Yashash umidini yo'qotma bugun. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar?
imorat qurasiz har xil rang barang, ellikka kirmasdan bosib qolar chang. Jon qadrin bilasiz bo'lganida tang. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Beshona terini qadr bilmaysiz. 5 kunlik dunyoda o'ynab kulmaysiz. Umr o'tgunchidir qaytib kelmaysiz. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Beshona terini qadr bilmaysiz. 5 kunlik dunyoda o'ynab kulmaysiz. Umr o'tgunchidir qaytib kelmaysiz. Sizga nima bo'ldi aziz odamlar? Rahmat, go'zal tarona, she'ri ham juda chiroyli. Bu she'rning muallifi kim? Sunnat Yarash xonanda va shoirim. O'zim she'rim bu ham. Aha, juda chiroyli. Odamlar degan she'rim. Juda ajoyib. Dasturimiz davom etadi, aziz obunachilar. Marhamat, savollar bo'lsa bersangiz ijodkorimizga. Bugun eksklyuziv intervyu, Sunnat Yarash ozgina hayajonlangan bo'lishlari mumkin. Xurshida audio kanalida premyera desak mubolag'a bo'lmaydi. Sunnat Yarash hech qaysi Telegram kanallarida yoki YouTube kanallarida hali intervyu bermaganlar, lekin mana bugun Xurshida audio kanalida iltimosimizga yo'q demasdan dasturimizda mehmon bo'lib turibdilar azizlar. Rahmat. Haqiqatan birinchisi bu. Albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umidaxon singlim, yaxshimisiz? Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli ijodkor. Assalomu alaykum. Meni savollarim quyidagicha. Siz ijod ham qilarkansiz. Birorta gazetalarda, jurnallarda ijodlaringiz bosilib chiqqanmi? Keyin o'zingizni qaysi mavzularda ijod qilishni yoqtirasiz? Faqat she'r yoki boshqa janrlarda ham ijod qilishni yoqtirasizmi? Keyin qo'shiqlarda, masalan, sizni she'rlaringizga kimlardir qo'shiq bastalab aytganmi yoki faqat o'zingiz she'ringizga o'zingiz qo'shiq bastalaysizmi? Shunaqa savollar meni qiziqtiryapti. Juda qiziqarli savollar berdilar. Umidaxon singlim, rahmat. Sog' bo'lganingiz uchun. Sizni ovozingizni eshitganimda juda ham xursandman. Xo'p. Birinchi savolga javob bersam, faqat she'riyat yo'nalishida ijod qilaman. To'g'rirog'i boshqa yo'nalishlardan bittagina 2005-yil Taqdir o'yini degan 38 varaqlik hikoyam chiqqan. U
audiolashtirilgan ham ba'zi kanallarda aynalli ham bu 4 qismdan iborat. Ikkinchi kitobcham ya'ni 40 ta she'rdan iborat. Sog'indim degan she'riy to'plam ruxsatlar olindi o'sha 2007-yil. Chop etishga imkoniyat bo'lmadi. Shundan bu ham qolib ketdi. Asosan she'r ijod qilaman. Hop, oxirgi savollari shu paytgacha bu she'rlar hech kim qo'shiq ham qilmagan, hech kimga tarqatilmagan ham qo'lyozmali holatda turibdi. Shuni endi o'zim o'sha Sunayni bilgandan keyin o'zim sekin bitta o'shalarni imkon qadar keraklilarini qo'shiq qilyapman. Rahmat javob uchun. Yana bitta savol bersam bo'ladimi? Bemalol. So'nggi savolim. Orzular bormi bir boshqa joylarga chiqib, masalan, sog'lar bilan bir qatorda boshqa joylarda mana biz ham intervyular berganmizda. Shunaqa intervyular berish, birorta shu video lavhalar bilan chiqish, shunaqa bir orzular ham bormi? Endi ta'lim sifati degan narsa, ta'lim maktabda ta'lim olmagan degani uchun endi ta'limga kirib kelganingizga shu savollarni berganim uchun ammo uzr. Yo'q, mayli, yo'q. Endi orzular bor, bunga uni vaqt ko'rsatadi. Lekin hali o'zim bu darajaga yetishmadim deb o'ylayman. Chunki 2-3 qo'shiq tayyorlab intervyu berish qattiqqina erishish tuyuladi ochig'i. Shu uchun bir niyatim bor. Hozir bitta qo'shiqqa klip oldik. O'sha Ilhom Komil she'riga taxlangan qo'shiqqa klip oldik. Kutubxonadan, jamiyatdan qisqacha klip olib YouTube'ga ham qo'yganman klipliklarini. Agar kim ko'rmoqchi bo'lsa, Telegram, YouTube, Instagram sahifalarim bor. Olib yuritib boryapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nuriddin aka. Marhamat, savolingiz. Sizga va Sunnat Assalomu akaga. alaykum. Assalomu alaykum. Sunnat aka, menda sizga 3 ta savol bor-da. Hop, Birinchi savol, qaysi xonandaning ijodi sizni ilhomlantiradi? hozir Ikkinchi. bitta javob berib ketaylik, keyin esdan chiqib qoladi, odam xijolat bo'ladi. Eslardan chiqib qoladi. Bemalol Nuriddin aka mikrofoningiz ochiq. Savolga javob bergandan keyin yana savol beraverasiz, albatta. Mani qiziqtirayotgan xonanda xuddi aytganimdek Xurshid Rasulovni juda qiziqaman. Keyin Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini ko'proq eshitaman. Anvar Sanayev. Mana shu san'atkorlarni ijodi juda qiziqtiradi. Endi ikkinchi savol Nuriddin aka. San'atdan tashqari hobbingiz? San'atdan tashqari hobbim san'atdan tashqari hobbim asosan kompyuter, ya'ni telefon, IT soha. IT soha asosan kompyuter. Endi san'atdan tashqari. Va she'r ham yozib turaman deng Sunnat aka. Ba'zida endi. Hozir unaqa ko'p yozmayapsiz, she'rlar. Yo, oxirgi she'rim o'tgan yili 25-yil noyabrda oxirgisi yozganman. Ha. Endi uchinchi savol. Mana yozda AQShda futbol bo'yicha jahon chempionati bo'ladi. Kuzatasizmi? Yo'q. Ya'ni futbolga qiziqib chiqasizmi demoqchiman. Yo'q, futbolga umuman qiziqmayman, to'g'risi. O'zi sportni qaysi turiga qiziqasiz? Men sportdan boksga qiziqaman. Qo'l jangi. Boks bo'yicha savol bering Nuriddin aka bo'lmasa. Boks bo'yicha savol berador endi.
Bilimli Yo'q, so'rab bilmayman. ko'rmoqchiman. Savollarim berim albatta, qiziqqan. Yo'q, marhamat, bemalol savol berishingiz mumkin Yo'q, ijodkor. boksga ham qiziqaman deganim, masalan, sport kanallarida, masalan, uyda bo'lganligi biz uyga bo'lgan paytim sport kanalida boks berayotgan bo'lsa, to'g'risi eshitaman. Asli o'zimiz ham ko'z bo'yicha birinchi guruh. 2 ham emas. Shunaqa. Yana savolingiz bormi Nuriddin aka? Savollar yo'q bo'ldi, rahmat. Rahmat. Boshqa Rahmat. savol berishlari mumkin ijodkorimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ijodkorimiz ishlarini omad tilayman. O'zingizni tanishtiring inshaalloh. Zulayxaman, Zulayxa. Zulayxa, uzr, tanimadim. Ijodkorimiz ishlarini omad tilayman. Yaxshi qo'shiqlar chiqarishni tilakdoshiman. Rahmat. Mani savolim endi mana shu qo'shiq kuylagan vaqtda qo'shiqni eng birinchi kim tinglagan, qo'shiq ijro qilgan qo'shiqlarni kim eshittirishi, birinchi tinglovchisi kim? Ana, zo'r savol. Rahmat savol uchun. Birinchi tinglovchi ayolim, 2 qizim. Mana shulardan o'tsa o'tadi, bo'lmasa yo'q. Obunachilarimizda yana savollar bo'lsa berishlari mumkin. Agar savollar bo'lsa, bo'lmasa dasturga yakun yasaymiz. Savollar menimcha yo'q. Demak, aziz obunachilar, bugungi dasturdagi kamchiliklar, texnik nosozliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Bu ijodkor bilan uchrashuv loyihasi edi. Uni men Gulzoda Saydullayeva, albatta Xurshida xonim Jo'rayeva bilan hamkorlikda, ya'ni ularning yordamlari bilan olib bordim. Menda internet yaxshi bo'lmaganligi uchun juda ham noqulay holat bo'ldi. Uzr so'rayman sizlardan. Bugungi dasturimiz mehmoni ajoyib xonanda va shoir Sunnat Yarash bo'ldilar. Ijodkor bilan uchrashuv loyihasida eksklyuziv intervyu bo'ldi bugun. Ulardan qandaydir kamchiliklar o'tgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Savollarga albatta to'liq javob berishga harakat qildilar va eng muhimi ijodlarini sizlarga namoyon etdilar, aziz obunachilar. Dasturimiz yakunida shuni aytib o'tmoqchimanki, agar sizlarni zeriktirgan bo'lsak, sizlarga qandaydir bugun bir yaxshi kayfiyat bera olmagan bo'lsak, uzr so'raymiz sizlardan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham har doim sizlar uchun ishlaymiz. Maqsadimiz sizlarni xursand qilib, kanalimizda obunachilarning sonini ko'paytirish va albatta kanalimizga fayz qo'shish. Azizlar, dasturimizni yakunlaymiz. Yaxshi kayfiyat, a'lo kayfiyat hech qaysingizni tark etmasin. Sunnat aka, sizga ham tashrif uchun rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun boringizga shukr. Ilohim har doim mana shunday ijod qilishda davom eting va albatta muxlislaringiz ko'payishida tilakdoshmiz. Sun'iy intellekt loyihasidan juda yaxshi foydalanyapsiz. Oxirigacha omadingizni bersin deyman. Azizlar, tuningiz osuda o'tsin. Sizlarga faqatgina yaxshi kayfiyat tilayman. Xayrli tun azizlarim. Shirin tushlar ko'ring va albatta yana bir bor eslatib o'taman, dasturni men Gulzoda Saydullayeva, Xurshida xonim Jo'rayeva yordamlari bilan birga olib bordim. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, ijodlaringizga omad, charchamanglar. Xursand bo'ldim. Salomat bo'ling Sunnat aka. Keyingi dasturlarga qadar o'zingizni ehtiyot qiling azizlarim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sunnat Yarash. Dildagi dardimni birov bilmaydi, lek zilol ishq
ishqimga yaratgan guvoh. Dildagi dardimni birov bilmaydi, lek zilal ishqimga yaratgan guvoh. Meni tushunganlar mendan kulmaydi, meni bilmaganni bilmasin Alloh. Men rozi emasman bevafolardan, Tangri ham ularga bermaydi parvo. Men rozi emasman bevafolardan, Tangri ham ularga bermaydi parvo. Yuragim qon bo'ldi sir jaffolardan, meni bilmaganni bilmasin Alloh. Yaramga setilgan ko'zlar alamli, meni qasoslardan etmoqda ogoh. Yaramga setilgan ko'zlar alamli, meni qasoslardan etmoqda ogoh. Ammo behad ilur haqning karami, meni bilmaganni bilmasin Alloh. Maylida bedardlar og'risa ko'nglim, ko'zimdan to'kilur mendagi gunoh. Maylida bedardlar og'risa ko'nglim, ko'zimdan to'kilur mendagi gunoh. Uzatsam yulduzga yetmasa qo'lim, meni bilmaganni bilmasin Alloh.